Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Eronning shahid dronlari AQShni qiynamoqda. Tramp qarorlari va Eron zarbalari ortidagi haqiqiy reja. Baronni frontga yuboring. Tramp o'g'li atrofida satirik kampaniya avj oldi. Eron Zelzal va Tonder 69 raketalarini uchirish platformalaridan ajralgan bo'lishi mumkin. Bu Eron uchun mag'lubiyatni anglatadimi? Eron Dubayda 100 nafar AQSh harbiysini yo'q qildi. AQSh Eron bilan mojaro boshlanganidan beri qariyb 2 milliard dollarlik texnika yo'qotdi. Eron butun dunyo bo'ylab Isroil elchixonalarini nishonga olish bilan tahdid qildi. Biz yaqin sharqdagi urushlardan charchadik, amerikalik senator. Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Turkiyalik tajribali urolog Yunus Tur tavsiyasiga asoslangan ushbu mahsulot Turkiya an'analari va zamonaviy yondashuv uyg'unligida ishlab chiqilgan. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Eronning shahid dronlari AQShni qiynamoqda. Tramp qarorlari va Eron zarbalari ortidagi haqiqiy reja. Yaqin Sharqdagi mojaro so'nggi soatlarda yanada xavfli bosqichga kirdi. Eron mamlakatga hujum boshlanishidan avval Chahar Mahal va Baxtiyoriy viloyatida Isroil droni urib tushirilganini e'lon qildi. Shu bilan birga Eron Dubaydagi Jabal Ali portiga Rossiyada ishlab chiqarilgan Geran 2 droni bilan zarba bergani ma'lum bo'ldi. Port hududidan topilgan bo'laklar aynan shu dronga tegishli ekani aytilmoqda. Geran 2 Eronning shahid droni asosida yaratilgan Rossiya versiyasi bo'lib, bu hujum mojaro geografiyasi kengayib borayotganini anglatadi. AQSh rasmiylari esa Kongressga juda xavotirli signal berdi. Ularning ta'kidlashicha, Eronning shahid dronlari jiddiy muammoga aylangan va mavjud havo mudofaasi tizimlari ularning barchasini urib tushira olmayapti. Eng katta xavotir esa boshqa joyda. Tutib oluvchi raketalar zaxirasi tez kamaymoqda. Senator Mark Kelly ochiq aytdi. AQShda cheksiz zaxira yo'q. Shu sabab mutaxassislar mojaro tez orada matematik muammoga aylanishi mumkinligini ogohlantirdi. Harbiy bosim ham oshmoqda. Britaniya bazalariga AQShning strategik B-2 bombardimonchi samolyotlari yaqin kunlarda yetib kelishi kutilmoqda. Bu esa zarbalar yanada kuchayishi ehtimolini ko'rsatmoqda. Diplomatik front ham qizib bormoqda. AQShning BMTdagi vakili Mike Waltz Eron elchisiga ochiq tahdid qildi. U Amerika hududida turib aytayotgan gaplariga ehtiyot bo'lishi kerakligini bildirdi. Bu bayonot Washington va Tehron o'rtasidagi keskinlik yanada oshganini ko'rsatmoqda. Axborot urushi ham davom etmoqda. Isroil harbiylari Eronning Mi-17 vertolyoti urib tushirilgani aks etgan kadrni e'lon qildi. Ammo keyinchalik nishon ostida yerga chizilgan vertolyot maketi bo'lib aniqlanib, zarba soxta nishonga tekkan bo'lishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Mutaxassislar fikricha, dronlar, strategik bombardimonchilar va raketa zarbalari bir vaqtning o'zida ishga tushgani mojaroning yangi bosqichga kirganidan darak beradi. Agar tomonlar zarbalarni to'xtatmasa, bu qarama-qarshilik butun mintaqani qamrab oladigan katta urushga aylanishi mumkin. Baronni frontga yuboring. Tramp o'g'li atrofida satirik kampaniya avj oldi. AQSh va Isroilning Eronga qarshi havo zarbalari fonida internetda Qo'shma Shtatlar prezidenti Trampning kenja o'g'li Barron Trampni armiyaga chaqirishga qaratilgan satirik kampaniya keng tarqaldi. Bu haqda Euronews yozdi. South Park multseriali ssenaristlaridan biri Tobbe Morton tomonidan ishga tushirilgan saytda 19 yoshli Barronni urushga yuborish g'oyasi hazil va tanqidiy ruhda ilgari surilgan. Satirik saytda Trampning jasorati va kuchli genlariga ishora qilib, uning o'g'li ham mamlakatni himoya qilishga tayyor ekani hazil tarzida tilga olingan. Saytda hatto yosh shahzodaning uxlab yotgan suratlari ham joylashtirilgan bo'lib, matnda xizmat sharaf, kuch esa meros kabi kinoyali iboralar ishlatilgan. Internet foydalanuvchilari bu tashabbusni keng muhokama qilmoqda. Ayrimlar Tramp oilasining harbiy xizmatga munosabatini ham esga olgan. Donald Tramp Vyetnam urushi davrida tibbiy sabab tovon suyagidan muammo bahonasi bilan armiyaga chaqiruvdan ozod qilingani haqida ma'lumotlar borligi aytiladi.
Eron Zelzal va Tondar 69 raketalarini uchirish platformalaridan ajralgan bo'lishi mumkin. Bu Eron uchun mag'lubiyatni anglatadimi? Yaqin Sharqda urush alangasi kuchaymoqda. Tehron bombardimon qilinmoqda. Dronlar va raketalar zarbalari davom etmoqda. Yaqin Sharqdagi vaziyat so'nggi soatlarda yanada keskinlashdi. Turli frontlarda zarbalar, portlashlar va siyosiy bayonotlar bir vaqtning o'zida yangramoqda. Mojaro tobora kengayib, global kuchlarni ham tortib ketayotganini ko'rsatadi. Isroil bosh vaziri Netanyahu AQSh prezidenti Trampni Eron bilan urushga tortgan-tortmagani haqidagi savolga ko'rib javob berdi. U Tramp AQSh manfaatlari uchun harakat qilayotganini, bu esa Isroil manfaatlari bilan mos kelishini aytib, ikki davlatni yaqin sheriklar deb ta'rifladi. Bu bayonot mojaroning ortida Washington va Tel Avivning muvofiqlashtirilgan strategiyasi bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirdi. Frontdagi vaziyat esa yanada og'irlashmoqda. Tehronda yangi qurilgan binolardan birida kuchli portlash sodir bo'ldi. Ayrim manbalarga ko'ra, o'tgan kechasi AQSh bombardimonchi samolyotlari Tehronni to'xtovsiz zarbalar bilan nishonga olgan. Shu bilan birga Isroil ham Eron poytaxtiga hujumlar to'lqinini davom ettirayotgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ayrim zarbalar turar joy binolari joylashgan hududlarga ham yetib borgan. AQSh harbiylari yana bir muhim zarba berganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Eronning Zelzal va Tondar 69 ballistik raketalarini uchirish uchun mo'ljallangan platformalar yo'q qilingan. Agar bu ma'lumot tasdiqlansa, Eronning qisqa masofali raketa zarbalari imkoniyati sezilarli darajada kamayishi mumkin. Yevropada ham xavotir kuchaymoqda. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez favqulodda murojaat qilib, hozirgi vaziyat Irak war voqealarini eslatayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, o'sha urush terrorizm kuchayishi, migratsiya inqirozi va energiya narxlarining keskin oshishiga sabab bo'lgan. Madrid bugungi mojaro ham shunga o'xshash global oqibatlarni keltirib chiqarishidan xavotir bildirdi. Rossiya ham vaziyatni keskin kuzatmoqda. Rossiya TV vakili Zaxarova esa Vladimir Zelenskiyning yaqin Sharqqa harbiy mutaxassislar yuborish ehtimoli haqidagi gaplarni keskin tanqid qildi. Uning ta'kidlashicha, bunday bayonotlar ham kulgili, ham ayanchli va mojaro allaqachon mahalliy darajadan chiqib kengroq geosiyosiy qarama-qarshilikka aylangan. Tahlilchilarga ko'ra, Tehron atrofidagi bombardimonlar, raketa platformalarining yo'q qilinishi, dron hujumlari bir vaqtning o'zida kuchaygani mojaro yangi yanada xavfli bosqichga o'tayotganini ko'rsatadi. Eron Dubayda 100 nafar AQSh harbiysini yo'q qildi. Eron Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahriga hujumi oqibatida kamida 100 nafar AQSh dengiz piyodasi yo'q qilindi. Bu haqda Eron harbiy qo'mondonligining Xatam al-Anbiya markaziy shtabiga tanib, Mehr xabar berdi. Nashrga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridagi hujum oqibatida kamida 100 nafar amerikalik dengiz piyodasi halok bo'lgan. AQShning Dubaydagi harbiy bazasida 160 ga yaqin dengiz piyodasi bo'lgan. Olingan razvedka ma'lumotlariga ko'ra, ushbu bazaga uchuvchisiz uchish apparatlari va raketalar bilan berilgan zarba oqibatida AQSh 100 dan ortiq dengiz piyodasini yo'qotdi, deyiladi shtab bayonotida. AQSh Eron bilan mojaro boshlanganidan beri qariyb 2 milliard dollarlik texnika yo'qotdi. AQSh Eron bilan harbiy qarama-qarshilik boshlanganidan beri qariyb 2 milliard dollarlik harbiy texnikasini yo'qotgani ma'lum qilindi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron tomonidan berilgan zarbalar natijasida AQShga yetkazilgan umumiy zarar taxminan 1.9 milliard dollarga baholanmoqda. Xususan, Kuvayt hududida joylashgan harbiy bazada AQShga tegishli 3 ta F-15A Strike Eagle qiruvchi samolyoti yo'qotilgani aytilmoqda. Ularni almashtirish qiymati qariyb 282 million dollarga teng deb baholangan. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklari hududidagi obyektga berilgan zarba natijasida Terminal High Altitude Area Defense raketaga qarshi mudofaa tizimi shikastlangan. Mazkur tizimning qiymati taxminan 500 million dollar deb baholanadi. Eng katta yo'qotish esa Qatar hududidagi AQSh bazasida joylashgan radar tizimiga to'g'ri kelgani aytilmoqda. Taxminan 1.1 milliard dollarlik ushbu tizim mojaroning ilk kunidayoq shikastlangan. Bundan tashqari, Bahrayn hududida joylashgan AQSh dengiz kuchlarining 5-flotini qo'llab-quvvatlash markaziga ham zarba berilgani ma'lum qilindi. Hujum oqibatida 2 sun'iy yo'ldosh aloqa terminali hamda bir nechta binolar vayron bo'lgani aytildi. Eron butun dunyo bo'ylab Isroil elchixonalarini nishonga olish bilan tahdid qildi. Eronning Livandagi missiyasi hujumga uchrasa, butun dunyodagi Isroil elchixonalari nishonga olinadi. Bu haqda Eron qurolli kuchlari matbuot kotibi Abdul Faz Shakarchi bayonotiga tayanib, France 24 xabar berdi.
Agar Isroil bunday jinoyat sodir etsa, bu bizni Isroilning dunyodagi barcha elchixonalarni qonuniy nishonimizga aylantirishga majbur qiladi, deya ogohlantirdi Eron harbiy vakili. Biz Yaqin Sharqdagi urushlardan charchadik, amerikalik senator. 2-3 mart kunlari AQSh Kongressidagi yopiq sessiyalarda Amerika va Isroil tomonidan Yaqin Sharqda boshlangan yangi urush yuzasidan hukumat vakillari savol qilindi. Senatdagi demokratlar yetakchisi Chak Shumer yopiq eshituvlardan keyingi bayonotida hukumat a'zolarining javoblaridan umuman qoniqmaganini aytdi. Ko'plab savollar berildi. Men ularning javoblarini mutlaqo qoniqarsiz deb baholayman. Shaxsan menda bu brifing javob olganimdan ko'ra ko'proq yangi savollarni uyg'otdi. Bu Trampning urushi, bu zaruriyatsiz boshlangan urush. Trampning strategiyasi yo'q, u urushni qanday tugatishni bilmaydi. Shumerning so'zlariga ko'ra, AQSh aholisi hukumatidan urushni emas, narx-navoni pasaytiradigan choralarni kutayotgan edi. Bu Amerika xalqi xohlagan narsa emas. Amerika xalqi ularni ezayotgan narx-navo oshishiga qarshi samarali harakatlarni istayapti. Bu zaruriyat emas, tanlov asosida boshlangan urush. Demokratlar ham, respublikachilar ham, umuman siyosatga qiziqmaydiganlar ham deyarli hamma bu fikrda yakdir. Biz Yaqin Sharqdagi nihoyasiz urushlardan zada bo'lib charchadik, dedi demokratlar yetakchisi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.